Esingizda bo'lsa, bir chinozlik haqiqiy haqdor oilani sizga taqdim qilgandik. Katta bo'lsang kim bo'lasan? Temir yo'lda o'qiyman, ayolli bo'laman. Hozir bu oilaga juda ham qiyin. Bu safar ham biz siz bilan birgalikda uddaladik. Bugun bu oilada unutilmas kun, ajoyib bayram. Ushbu video hisobotimizni ikkita qismga bo'lishga majbur bo'ldik. Emotsiyaga boy bo'lganlik sababli ko'p kadrlarni kesib tashlashga ko'zimiz qiymadi. Biz tabriklaymiz. Hamdam aka, Kenajon, uylar muborak bo'lsin. Mana shu xonadonda xudo xolasa katta-katta to'ylar bo'lsin. Tabriklaymiz. Uylar muborak bo'lsin. Xudo xolasa. Tabriklaymiz. Mana shu yerda juda ham ko'pchilikni hissasi qo'shildi. Homiylar og'riq. Ba'zi ehson qilgandagi. Homiylarga, mana shu ukamga, hammasiga to'y bo'lsin. Xursandmisiz? Xursandmiz Kenajon. Sana rahmat. Hammasi Allohga behisob shukrki, mana shu shuncha yordam qilgan insonlarga hamma barchasi to'y bo'lsin. Hammaning to'ylar bo'lsin, barakatli. Allohu akbar. O'zim ham chidolmadim, kelayim Hamdam akam ko'z yoshlarini ko'rib chidolmadim to'g'risi va alohida chin yuragimdan ta'zim qilaman shu homiylarimizga kattakon rahmat. Barcha ehson qilganlarga. Va barcha ehson qilganlarga ham alohida tashakkur. Uy to'ldirish o'zi oson emas ekan, o'sha hammasi shu uy uchun ketdi, Xudoga shukr. Hammaga alohida rahmat. Video hisobotimizni birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi va barcha ehson qilganlarga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Davomini ikkinchi qismda ko'rasiz.